Mobius aloqa operatoriga xakerlar hujum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda 3000 ga yaqin xodimlarning shaxsiy ma'lumotlari dark webga sizib chiqqani haqida xabarlar tarqaldi. Kompaniya matbuot xizmati hujum bo'lganini tasdiqlab, fevral oyida xavfsizlik tizimlari monitoringi davomida kompaniyaning asosiy tizimlariga ulanmagan sinov serverlardan biriga ruxsatsiz kirish aniqlanganini, server qo'shimcha izolyatsiya qilinganini bildirdi. Ta'kidlanishicha, abonentlar haqidagi ma'lumotlar, ularning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari saqlanadigan tizimlar to'liq himoyalangan hududda joylashgan. U yerga hech qanday kirish izlari topilmagan. Xizmatlar faoliyati buzilmagan. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari sizib chiqmagan deya mijozlar ma'lumotlari qo'lga kiritilgani haqidagi xabarlar rad etildi. 2025-yil davomida 10 mingdan ortiq turli darajadagi hujumlar qaytarilgan. Shundan 180 dan ortig'i jiddiy toifaga kiradi. Tarmoq infratuzilmasiga ruxsatsiz kirishga bo'lgan 3 ta urinish to'liq bartaraf etilgan. Yanada ko'proq xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.